Kecha bir hoji akamizni bitta kvartirani оформление qildilar. Bir xil ishonmaydi, odamlarda pul yo'q, odamlarda pul ko'p. Ba'zi bir insonlarda juda pul ko'p. Ishonasizlarmi, 49-kvartirani оформление qildi. Ya'ni u inson investor odam, uy oladi, arendaga beradi. Shu uyimizni ham pirlagat qilib qolamiz shu insonga yoki boshqa insonlar bo'lsa ham bir ko'rishisi bo'ladi. Xonadonimiz 57 kvadratdan iborat bo'ladi. 2 xonali arenda uchun juda ham zo'r taklif bo'ladi bu. Bu yoqda mana ko'rishimiz mumkin. Zal qismi, zalimiz ham katta, chiroyli lyustralardan qo'yib, yangi remont qilingan, remontdan keyin hali hech kim yashamagan 2 xonadan iborat bo'ladi. Xonadonimiz g'ishli dom, 7 qavatli dom, 7-qavatida joylashgan bo'ladi. Bu yoqda mana ko'rishimiz mumkin. Ota-onalar yotoqxonasi o'zini chiroylikini balkoni va tashqari tomonlarni ko'rsangiz bo'ladi. Zilli zona, arendaga juda ham qulay joy, talab katta, bemalol $400-500 atrofida ijarachi qo'yish imkoniyati bor. Bu yoqda mana ko'rishimiz mumkin. Sanuzelimiz samishoniy holatda bo'ladi. Undan keyingi xonamizni ayollar sevimli xonasi desam, bir xil ayollar shunaqangi kommentariyalarni yozishyapti, mayli o'zligi bilishadi. Ayollarning sevimli xonasi deganda bir chiroylikgina ovqatlarni oila davrida eriga, bolalariga pishirib beradi degan maqsadda aytaman. Men u kirib olib turib ertadan kechgacha ovqatni pishirasiz degan maqsadda emas. Bu yerda hamma sharoitlari qilib qo'yilgan, mebellari qo'yib qo'yilgan. Endi fukusingizga qarab turib almashtirsangiz ham bo'ladi. Agar ijaraga beradigan bo'lsangiz, uni keragi yo'q. Uyda nima bo'lsa hamma narsa qoladi, ijarachilik keladi, o'zini ko'rpa tushishi bilan yashab sirazi sizga pul to'lashni boshlaydi. Xonadonimizning hujjatlari tayyor. Bir kunda nomingizga o'tadi, notarsga kalitni beramiz. Sirazi ijarachi ham qo'yib beramiz. O'zimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, narxi $58,500 baholanadi. Yon atroflarimizda maktab, bog'cha, hamma sharoitlarimiz bor. Dvorlarimiz tinch, uyimiz zo'r, baquvvat qurilgan uylardan. Qiziqqani bo'lsa, nomer qoldiraman, telefon qo'yasizlar.